Assalomu alaykum, qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni oynai-jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar bugungi 20-noyabrgi namoz jadvallari bilan tanishmoqdasiz. Hamda sizlarga aynan bugungi 20-noyabrgi valyuta kurslarini sizlarga taqdim etmoqdaman. Mana azizlar, ko'rib turganlaringizdek, valyuta kurslarida yana ham o'zgarish. Valyuta kurslarida dollar kursida yana pastlash kuzatildi. Rublda esa ko'tarildi rubl. Mana azizlar, o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lib boraverasizlar. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina sizlar uchun. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ramiz. Kanalda yangi bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz va yaqinlarga yuborishda bardavom bo'lamiz. Azizlar, iltimos, faqat aktiv bo'lamiz qatnashishda. Men aynan sizlar uchun, sizlarga foydali bo'lish uchun men Telegramda kanal ochdim. Bu kanal qachondir ishlamay qolsa YouTube'da, lekin Telegramda mana shu namoz jadvallari, boshqa yangiliklar Telegram kanalimda albatta har kuni kunlik chiqib turadi azizlar. O'sha uchun men sizlarga silkasini qoldiraman. Сообщение bo'limida o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar azizlar. Like'ni ayamaymiz. Like tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun menga pul kelmaydi. Like faqat video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Beminnat xizmatimizni taqdirlash uchun sizlardan bitta like talab qilinadi. Video oxirigacha ko'rilsin va tarqatilsin va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.